أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه ونعمائه، والصلاة والسلام على سيد رسله وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى قال: ثم يقف راكبا رافعا يديه بسطا يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسأل حوائجه. Biz o'tgan darsda Minadan Arfatga yurib ketgan. Arfat hajninki eng muhim, agar Arfat tutilsa haj bo'lmaydigan darajada muhim bir rukn. Al-hajju Arafa degan hadis bo'yicha. Ana o'sha Arfat turib, shunda jiqadan to'plangan, ya'ni oxiratdagi mahshargohning bir kishitilgan nusxasi desak, shunda bir o'rinda duo qilishdan burun, shuyak berishdan burun cho'qim bandalarning haqlari bo'lib qolsa qaytirish lozim. Hajga borishdan burun boshqalardan elib olgan narsa keraklar, ya zamindan bir ag'irishani egallab olgan bo'lsa, yoki boshqalarni qo'yayotgan bo'lsa, yoki haqqini bermay turib olgan bo'lsa, cho'qim shuni rozi qilib, haqqini qaytirib o'tib, ondan berish lozim. Bo'lmasa bu Arfatga borib, haj qilsimi, u bandalarning haqqi yanlar qilib qoladi. Abir hadisda Rubba ash'as aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rab wa anna yustajabu lahu wa mat'amuhu haram wa ma'kuluhu haram wa ghudhiya bil haram degan. Nolga shu boshqalarning haqqini yo'lash, Arfat o'zini qo'lini ko'tarib ya rab deb duo qilsa, duosini ijobat qilsa, to'sqinlik qiladigan, ma'ni bo'ladigan narsa. Qarz uni tinolmagan ekan, egisi ruxsat qilsa, qarz vaqti keldi masalan. Hajga bormoqchi, qarz bir vaqt kelgan bo'lsa, qarz egisi ruxsat so'raydi. Men hajga berib kirib olsam bo'lamdi, qarzlarni kerak beraysiz. Ma'qul desa, bor. Uni qarzini baslisa, qarzini berib o'tib, nima lazım. Chunki matalul g'aniy zulmun. Qo'lda pul bor turib, bermasa, bu bandaga zulm qilgan bo'ldi. Bu bak muhim ish bu. Ko'pincha odamlar haram yeb, boshqani qaqsoqlik qilib, negachilarga berib, Arfat turib kelsam, suyib ketgandek buni o'ylaydi. Arfatga borgan chaqda uloqqa minib, qo'lini ko'tarib, baston deganni eshitib turib ko'tarib, biz Uyg'ur duo qilamiz-ku. Alloh taolaga hamd sana aytib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durust salom yo'llagandan keyin o'zining tilaklarini tilaydi, ya'ni duo qiladi. والأفضل أن يتوجه عقيب صلاة العصر مع الإمام فيقف بالموقف. أن أفضل eğer şarait bulab qalsa, Məscid-i Nəmirə degan, aş məsciddə peşin vaxtida onu buraq gələn bolsa, əşya saqlab turub, peşinni imam bilan birlə oqub, əsrni birlə oquydu. Peşin vaxtida əsrni oquyub bulab, dərhal Arfatda turduğan meydan verib turdu, mavqifga. Biz dedik, Məscid-i Nəmirə bu bir qismi mavqif təvə emas, Arfat təvə emas. Şunu uqmay, imam xutub sözüge yadı, minberinin oturab, keçkib qalsa, bu Arfat tutmağın buldu, acı olmaydı. Şunu buna dikkat etmesi lazım. فَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ قَرِيبًا مِنْ جَبَلِ الرَّحْمَةِ. Arfat'a bağın çağda, neye göre turdu? En yaxşısı, bazı kişiler en yaxşısı Cebel-i Rahman'ın üstüge çıkıp durvasa yaxşı deb o'ylaydi. Amaliyotda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabal Rahmanning ustiga chiqmay, Jabal Rahmaniga qarab yo'g'on Quram tashliga tugisininki oldi tarafini qilib, o'sha tugisining ustida turib duo zikr qildi. O'sha Jabal Rahmanning biqinida past tarafida tursa eng yaxshi shu. Bu Jabal Rahma Arfatninki o'ttirda. Nima uchun shunday qilish afzal? Li'annahu sallallohu alayhi vasallam raha aqiba as-salati ila al-mawqif. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki namozni o'qiyotgandan keyin mavqifga berib turgan. Ya'ni shu Arfat maydoniga berib turgan. Va waqafa ala rahilatihi. Tugisining ustida o'ttirgan. Ya'ni o'rtugan degan gap emas, ya'ni o'ttirgan, ha. Mustaqbil al-qiblati. Qiblaga yuzlanib turgan. Yad'u basitan yadayhi. Qo'lini echib duo qilgan.
duada qo'l ko'tarish bir qoida. Hatta Saudiya Arabiston ulamolari shu o'rinning boshqa yerda qo'l ko'tarish bo'lmaydi deydiganlarmi shu Arafat maydonida qo'l ko'tarib duo qiladi, shu sunnat deb qaraydi. Kel mustat'imil miskin. Xuddi oziq to'lib tilab turayotgan bichardek shunda qo'lni ichib ko'tarib turdi deydi. Ravoh ibn Abbas radhiyallohu anhu mush hadisni kal mustat'imil miskin degan mushu ibora bilan kelgan hadisni Ibn Abbas radhiyallohu anhu ojizroq sanadda rivoyat qilgan. Lekin ya duo qilish va kazamisa sayyidlar kelgan. ويقدم الثناء والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. Yuqorida biz bir necha o'rinda bayon qilib o'tgandek, duo qilishdan ilgari Alloh taolo hamd sana aytib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durustlar yo'llagandan keyin unda o'zining tilakini tilaydi. Bo'lmasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degandek qoidasini qilmay oldirib tilab ketgandek bo'lib. Ajjala hada dedi. Kel mustat'imil miskin. Yani mush so'rinda, mushu maydonda, mush holatda bütün dünyanın her xil rengarang adamlar, her xil tillari bilan Alloh taologa zinib tilaklarni tilaydigan, rahmat yog'digan o'shunda bir maydon bo'lg'achqa Alloh taoloning huzurida o'zini ojiz, xor, bichora, yelingan holatda tutib, Alloh taoloning fazl marhamati va ihsoniga talpingan holatda, tavba qilgan holatda va yig'ilgan holatda, yig'lab turib Alloh taologa arqaqidan to'xtamay duo qiladi. Duo qilganda odatda 3 qatim takrorlab duo qilish yaxshi. Va in waqafa qa'iman aw qa'idan jaza. O'rtirib yoki o'tirib duo qilsa bo'ladi, joiz. Val awwal afdal. O'rtirib duo qilsa ham afzal. Yoki tuga at uloqlarga mingan holatda tushmay duo qilsa afzal. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda duo qilgan. Undan qalsa yer tushib o'rtirib duo qilish, undan qalsa o'tirib duo qilish afzal. Va yulabbi fil mawqifi sa'atan ba'da sa'an. Ashu maydonda turib pat-pat talbiya to'lab qo'ydi. Cumhurning qarashi ham shu. Imom Malikdan kelgan bir qarashda kun qayrilgandan keyin ham talbiyani to'xtatib qirgan. Lekin jumhur ulamolar toki shaytonga tashlab atgan qadar talbiyani to'lab davomlashtirdi deb sahih hadislarga tayangan. Mana li'annahu sallallohu alayhi vasallam ma zal yulabbi hatta ata jamratul aqaba. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu sahih hadisga kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam toki Minoga berib cho'ng shaytonga tash atgan qadar talbiyani to'xtatmagan. Tash atganiga ondan to'xtatgan. Jamratul aqaba deganimiz Jamratul kubra. Bu Makkaga eng yaqin shayton. Minodan shu Makka tarafga kelsak, kichik shayton, undagi o'rta shayton, undagi cho'ng shayton. Cho'ngi Jamratul aqaba. Birinchi kuni cho'ng shayton bilan yetti tashni atamiz. Kun chiqqandan keyin toki qayrilgan qadar shu sunnat. Qala wa arafatun kulluha mawqifun illa batna uranata. Arfat maydonining hammasi hojila turishga bo'ladigan o'rin. Shuning ichida faqatlam batna urana, vadi urana degan bir joy bor. Bu vadi urana Muzdalifadan shunda basaq, Masjid Namira bor. Namira degan shu chaq burunqi bir kentdek bir joy. Shu vadi urana shu tog'ning bag'ridagi bir vadi, jilg'a. Shu jilg'ining eng chuqur yerida sal kalkun suvlari oqadigan unda yaqindek bir joy bor. Ya'ni sal kap qasa oqadi bo'lmasa quruq. Yumshoq qumliq. Eng chuqur yeri. Shu yerda turish bo'lmaydi. Uning ustigirak chiqtusi bo'ldi, egizrak yerlari chiqtusi bo'ldi. Lekin chuqurga tushib turishga bo'lmaydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam Arafatun kullaha mawqifun wartafi'u an batni uranata. Arfatning hammasi tuz bo'lgan joy, lekin Urana vodiysining shu chuqur yeridan sal ustigirak chiqib turinglar degan. Sahih yoki hasan darajasiz. Endi Arafat degan biz haj qilgan chaqda Arif kuni turadigan joyning ismi, shu maydonning ismi. Arafat tuğa vaqtimizda Arafatningki chegara belgilari bor. Shuni bekitib qo'yildi. Bunda Qur'on tashlidin qilib chegara belgilab qo'yildi. Masjid Namiraning tashidimi shunda tashlib bor. Batni orana nima uchun turmaydi degan ulamolar ba'zilar bu batni orana haramga tabat dedi. Arafat bo'lsa hilga tabat.
Şu Mekkelik hajga chiqqan vaqtida Mekkedan ihrom bog'lab chiqdi, haramdan halga chiqdi dedi. Ya ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shaytonni shu batna o'ranida ko'rgan bo'lg'achqa, bu shayton tug'aya tumanglar degan mazmunda chekilgan deyilibdi. Shunga biz maydonda tug'a vaqtimizda shu chegirining ichida turishga qattiq diqqat qilishimiz lozim. Yani batna o'ranida turib qolish shu joiz emas. İcma'an joiz emas. Faqat İmam Malik'ten kelgan qarashda qon qiysa vojibni tark etgandek, qon qiysa joy o'chib ketadi deb qaraydi. Nemira masjidinki ismi burun Masjid İbrahim deb atilgan bular. Oldi tarafi yoki g'arbiy temi batna o'raniga yaqin kelib qoldi. Vodiy o'ranida. Bir tarafi Nemira, yana bir tarafi Arafat. Normalde konuşuyoruz. Burada yine bu icma hocam emri mezhep mi icma? Caiz emas. Caiz emas ki icma var. Ya tuzan bulmaydı. Yani turp kasının buldu dese o çağda cumhur ulemalar hac bulmadı, bu hac bulmadı dedi. Çünkü Arafat tutmayı başka yer tuttu. İmam Malik şu caiz emas sistem birini kılıp kaldı. Vacibini terk etti. Kan kılıyorsa hacı doğru bulup gidiyordu. Bunda olan ki Arafat'ın işi duruş, vukuf yani ölçemlik duruşunun şartı. Eşya tunursa başka turib qalsa tumug'aysaqda. Agar u tumay başka turib qalsa, hajni umrga aylantirib, umr qilib kelar yili haj qilishi vojib bo'ldi va bir qo'y tan keladi. Biz bayatında o'tgandek Arafat shu Jabal Rahmaga ustiga chiqish kerak emas, past taraf tursin bu. Yoki Arafatning qayerda tursa bo'lardi. Ustiga chiqmasa bo'lmaydigandek, endi bir o'ylab qilganlar. قال ووقت الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني من الغد بعدن ise urun çekçeğrisi mava zaman çekçeğrisi Arafat tuğanda kaçandın kaçangıç tursa hesap buludu turuş vakti aşağı günününki gün ayrılgandın tatip ertesi yani heytinin birinci günü tan atkan kadar لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزواج. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta gün kayrılgandan keyin tuğan. Peşin bilan asrni o'qib qilib berib tuğan. Ve şu yer degan xudu anni manasikakum deb. Bundan ki bu yerda turishning boshlanish nuqtasi kun qayrilgandan keyin boshlandi. Peşin bilan asrni o'qiyotgandan keyin biroqlam berib turamiz. Shu sunnat boshlanish nuqtasi. Unda ilgari turib qalsa, unda ilgari turibmasin. Peshin bo'g'ish turib, achimina ketgan bo'lsa hisob emas. Hazrat Jabir radhiyallohu anhuning hadisida, shu uzun hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Minadan kun chiqqandan keyin mangdi, undan keyin Namiraga berib, chegara tikildi, undan keyin ashada peshin bilan asrni o'qidi degandan keyin ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ve peshin bilan asrni o'qilib Namirada Andın Arafat meydanı verip fecale batna naqatihil qaswa ila saharat tügüsünün qaswa diye tügüsünün ki aldı ya kosak tarafını Cebel Rahman'ın ki astideki qara yoğan Kur'an taşla tarafıga tutdu. Ve ceale hablal mushati beynedey piyadala mağdıgan şu kumluk cayını aldığa kılıp tutdu. Kıble yüzünüp tutdu. Vestaqbalal kıblete felem yazal vaqifan hatta gharbateş-şems. Ta ki gün patkan kadar tügüsünün üstüde dua talep ve zikir kılıp tutdu. Hatta gharbateş-şemsu ve zahabate's-sufra. Gün petişki serig'liq yo'qolib ketgan kadar tutdu. Ve zahabate's-sufratu qalilan hatta ghabal qurs. Günning to'qishimi tuluq ketib bo'lgan kadar saqlab turdi. Va ardafa Usamata xalfahu. Hazrat Usamani orqaga mingashtirib oldi. Va dafa'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ana Muzdalif tarafga Rasululloh Usama bilan birga yurib ketdi. Balki sunnat bo'yicha turishning boshlanish nuqtasi kun qayrilgandan keyin, peshin bilasini bir o'qiyotgandan keyin berib turamiz. Arafat turishning sunnat bo'yicha oyoqlashigan vaqti kun patgandan keyin Gün patkandan keyin bes qilib ketdi deb qalsak 15 minut ya yarım saat saqlayıp sel silikkandan keyin masaqim bo'ldi. Bundan keyin shu qaytish vaqti kun patkandan keyin ana shu kun qayrilishdan boshlab
kun patgan kadar turuş vacip. Başlanış noktası bilan oyoqlashtirish nuqtasining sunnatligi bu bir tarafda. Yani şu aralıkta to'liq turish yoki kun patishdan burun arfatdan ketib qolmaslik vacip. Eğer kun patishdan burun ketib qolish sunnatga amal qilmagan bo'ldi, vacibni tark etgan bo'ldi. Bu chog'da bir qo'y qon keladigan gap. Şam'a kadar turmasa bir qo'y qon keladi. Mesela 5'te namazşan buldu desek, bu kişi esirullallam ketip kaptı. Mina burrak verip ayada, ya dükkanı açıkaştıray, ya ki tamakat geçtiray demezsen, ya birisi kurap boğazman mangaştıray demezsen, kalan bolsa, aşağıda bir aşk saat tuğan diken, hacı buldu. Lekin tuluk turmagan diken, bir qo'y kan keldi. Hazır biz bayan kılıvatkanımız, sünnet ve kaydelik duruş, ölçemlik duruşunun tafsilatı. Ama birisi burun ketib qoldi, asirlar ketib qoldi, namazdan bo'lashdan burun. Ketib qolgandan keyin telefon qilib, "Voy, ketib qolib, bu chataqsiz qo'ygan kildingiz." Qaytib kelgan bo'lsa, namazdan burun arfat qaytib kelib olsa, qo'yib kelmaydi. Va qala sallallohu alayhi vasallam, "Al-hajj Arafa." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj arfatdir degan. Arfatdan boshqa faoliyatim bor, lekin bu shu eng muhim, eng asosli halde degan ma'noda. Bunun başqa masalan ihrom bog'lash, tavof qilish, sa'i qilish bor. Al-hajj Arafa, faman waqafa biha laylan aw nahara faqad tamma hajjuh. Haj Arfatdir. Shunda bo'lgandan kimki kechasi olsun, kunduzi olsun, ash Arfatda tura olsa, haji tamom bo'lgan bo'ldi. Va man fatahu Arafatu bilaylin, kechasi turamagan bo'lsa, kechasi tursa tuğan buldu dedi o. Yani keçisi mi turanmasa, Arfat tuğan gün şu gün keçti. Yani bu keçi hazır, gün patkandan keyin, Eid gününün keçisi bu. Arfat'ın keçisi emez. Çünkü Arfat'ın keçisi biz daha minarik çağda bulap buldu. Biz minarik kongan Arfat'ın keçisi de. Hazır Eid gününün keçisi de tuğsu buldu dedi. وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ, yani şu keçisi mi turamız şu, bunun mu ilgilenmeyi koldan ketip kalgan bolsa, فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجِّ, hac koldan ketti. Yani şu Eid günü bamdat boğan kadar turuvalarsa turdu. Bamdat tekin verip kalsa buldu, koldan ketti deymiz. Ya, keçisi bağın kişi koy kemmeydi o. Lekin gündüz bağın kişi şanı saklamasa koyup girdi o. Gündüzü turamağında keşke. Mesela keçik kaldı, başını keçikti, aeroplan keçikti, ya yolda ezip gidip kalıp tapanmay keçik çıkıp kaldı. Huttan geçikti, ya ki saat 13'e çıktı. Tamam, makul. Şu çağ bir saat turup lan, bamdatını saklamay, bir saat turup lan, ya yarım saat olsun turup, Müzdalife görüp geçse buldu. Kan kemmedi, hecec buldu. Ama peşinden keyin ulgurib chiqqan kishi Şamdan burun ketib olsa, Şam kadar saqlamaganlik uchun bir qo'y qon kirdi. Bu bakjanski masala ekan ma'lum. Bu hadis Abu Dawud rivoyat qilgan hadisdan sanad sahih. Qala faqad fatahu al-hajj. Endi haj qo'ldan ketgandan keyin qanday qiladi? Fal yuhilla bi umratin. Umra qilib, endi ihramdan chiqsin. Bu ihramni qolatdi-ku. Şu adam kimini kiplama buldu, koldan ketipti deb o'tmay, ihramga kirib, tavof qilib, sa'i qilib, chechni tushitib, ihramdan chiqadi. Va alayhi al-hajj min qabil. Kelar yili hajni qilishi lozim. Va bir qo'y qon qilishi lozim. Damul fawat deymiz. Haj qildan ketganlikdan vojib bo'lgan qon. Qala va in waqafa sa'atan ba'da az-zawal. Bu saat degan so'zni shar'iy ma'nosida hozir bizning soatimizdek. Mesela 50 minut, 55 minut başında saat. Lekin bu kitoblarda ko'pincha bizdan bir muddat degandek qisqaroq vaqt qilishdi. Bir haza tursa, birdan saqlab tursa, ba'da az-zawal, kun qayrilgandan keyin 1 soat yoki yarim soat, yo 15 minut tursa, thumma afada, undan keyin Muzdalifaga ketib qolsa, kun petishdan burun ajzahu. Ajza degan aşağı tudu degan shart vujudga chiqdi. Turish degan vujudga chiqdi. Lekin kun petishdan burun
qolganlik uchun qon keladi degan. Demak, bu shartni ado qildi, to'liqlamadi. Chunki ajzao degan so'zni shuni ko'rsatadi. Eng tuvan o'lchamda turish vujudga chiqqan bo'ldi, lekin qon keladi. Liqouli sallallohu alayhi vasallam man waqafa sa'atan bi'arafata min laylin aw naharin faqad tamma hajjuh. Ma'vo 1 soat olsun, birdan bo'lsin tursa, haj bo'lganligini dalili. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi, kimiki Arafatda kechidan yo kunduzdan 1 soat miqdori tursa, uni haj tamom bo'lgan bo'ldi dedi. Wa li anna ar-rukna aslu al-wuquf. Yani bir dalil hamda bu yerda farz bo'lgani, hajning asos rukni bo'lgani asha turish. Tamam, turish. Bu xuddi nima o'xshaydi? Hanifiy mazhab ruku sajda qilgan chaqda tumatnina bo'lmasmi shu 2 sekund, 1 sekund shunda ruku qilib yanish bilan qo'yib ketsa, ruku qildi digil bo'ldi deb shu rukni vujud chiqdi deydi-ku. Lekin tumatnina qilmaganlik uchun u boshqa masala edi. Lekin mishada shu Arfatda turmadimi? Turdi, haj bo'ldi deymiz. Ve imtidaduhu, yani uzun turishi olsa, qachongacha kun patgan qadar uzun turishi olsa, bu vacib. Ma'lumda namazshami qadar turmay ketib qolsa, qon qildiganligini dalili. Liqaulihi sallallohu alayhi vasallam, umkusu ala mashaa'irikum. Ve haj faoliyatini qilgan mushu joylarda turinglar. Fa innakum ala irthin min irthi abikum Ibrohim. Sizlar atanglar Ibrohim alayhisalom qoldirib ketgan sunnat bo'yicha haj faoliyatini qilsizlar degan hadisga asosan. Yani şey umkufu degan bir buyruq var. Vel amru yadullu alal vujub. Amara bil mufti ve annahu lil vujub. Vacib degan gapni shu buyruqdan chiqardik dedi. Ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashunda namazshamga qadar turgan. Qanchalik miqdorda tursa, turish chiqqan bo'ldi degan masalada birdan bo'lsa-mu, yani kun qaralgan ekan, peshin bilasini o'qigandan keyin peshin vaqtida shu chaqdan tortib namazsham qadar yoki shu ikkinchi kuni, ya'ni aytning birinchi kun tong atgan qadar shu oraliqda birdan bo'lsin 5 minut olsun, 10 minut olsun tursa, turish vujud chiqqan bo'ldi. Bu turishni o'rtusin, o'ttasin yoki uxlab yatsin, mesela birisi uxlab qoldi. 1 soat. Keyin namozda bilan buni mashinalab mangdi. Lekin turgan chaqda uxlab yotgan bo'lsa, shada yoki o'shidan ketib qolgan bo'lsa, aylanib tushib, ashar 1 soat yo yarim soat olsun, shu Arfatda shu odamning jismi shu yerda turdimi, vujud chiqdi deydi. Arfatda bu odam shu yerda turgan hisobda. Lekin kecha tursimi vujud chiqdi. Lekin eng mukammal shaklda, eng fazilatli shaklda, sunnatga muvofiq holatda turgan bo'lmaydi. Lekin kechasi 1 soat turib qolsa, bomdod qadar u yerda davomlashmay 1 soat turiblam, boshqa hojatga yetishish uchun Muzdalifaga yurib ketgan. Lekin bu holatda qon kelmaydi. Chunki siz peshindan keyin turgan bo'lsa, namozsham qadar nima turishingiz lozim degan yo'q bu yerda kechada. Bunun dalili şu kitaptaki "Femen vaqafa biha leylan aw nahara" diyen müşahhis. Yani bir hadiste An Abdurrahman ibn Ya'mur ad-Dili anna nasan min ahli Najd ataw Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve bi'Arafata fas'aluhu فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. Bu İmam Tirmizi ve İbn Huzeyme rivayet qilgan İmam Tirmizi Hasan Sahih degan Navaviy Albanilarning saydiga hadis. Neyiz tarafdan ba'zi hojlar kechikib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Arfatda turgan chaqda. Sonra Rasulullahdan bu bizning hajimizning hukmi qanday bo'ldi deb so'ragandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga beradigan javobni berib va boshqalar mana shunda kelib qolgan, kechikib qolgan bo'lsa, qo'ysin deb jakalat qildi dedi. Haj degan Arfatdir. Kimiki menja laylata jam'an degan Muzdalifa ma'nodan kecha degan bo'ldi. Jam' degan Muzdalifa deymiz. Hozir mush kecha shu atayt degan kecha. Shu kechasi tong atishdan burun kelib qolsa, faqad adrakal haj. Hajga ulgurgan bo'ladi dedi. Bu hamda nas tong atgan qadar kelib yarim soat olsun tura olsa, turish faoliyatini qilgan bo'ldi degan masalada nas darajada hadis.
Hem bunun icma var. İmam İbn Munzir, İbn Abdülber, İmam Nevevi ve İbn Kudame qatorliq olimlar bunun icma borligini, yani kechish tursa bo'ladi degan icma borligini naql qilgan. Bu kechib qolganlar uchun bir ruxsat degandek bir ahvol. Agar kun sanashda xato sanab qilib, yo oy kurashda bir xatolik bo'lib qilib, bütün hojilar yoki shuning 80%, 90% degidek xato kunda turib qolish shu. Masalan, 8-kuni Arfatda bo'lib qolib, 8-kuni Arfat chiqib turib oldi. Yani bu 8-kuni bo'lib qolsa, burun 3 kun burun turib olsa, xatolikni bilalsa, keyin turish imkoniyati bor-ku, keyin turishi lozim. Bu esa bo'lmadi, 9-kuni to'g'ri vaqtda turishi lozim. Chunki buni o'rnini to'liqlag'ili bo'ladi. Agar bir kun kechikib turib qolsa, 9-kuni Arfat kuni emas deb o'ylab qilib, mina turib, 10-kuni Hayit kuni Arfat chiqdi bular. Lekin amaliyotda 3 kun burun Arfat kuni o'tib ketgan. Masalan, ayında bo'lib qolsa, ashunda hamma hojilar ya 90% degan ayında o'ylab qolgan bo'lsa, bularning haji to'g'ri bo'lardi. Chunki bular shu kunni bir ijtihod qilib, Arfat kuni mush kungu deb kuchdan tirishib baqqan shu kunni belgilagan. Shunami? Bunda o'rniken bu hisob bo'ldi. Bu hisob bo'lishi Alloh taolaning afvi marhamati bilan. Hadisda kelishicha, İmam Tirmizi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "As-sawmu yawma tasumun." Ro'za tutishlar bir kun ilgari kim bo'lib qolsa bor-ku, xatolik bo'lib qolsa, shu tutgan kuni shu hisob. Wal fitru yawma tuftirun. Ro'za tutgan kunmi bir kun ilgari kim bo'lib qolgan bo'lsa, shu yig'izchib ro'za tutgan kun shu hisob. Wal adha yawma tudahun. Qurban hayit kunimi bo'lsa, qurban hayit qilgan kun shu hisob. Yani bazı rivoyatlarda va arafatukum yawma ta'rifun. Sizning Arfat kuningizmi, siz Arfat kunida tug'an kuningiz shu degan. Yani siz ijtihod qilib, shu kunni xato belgilab qolgan bo'lsanglar, bu xatolikni mag'firat qiladi degan ma'noda. Qala faman fatahu al-wuquf fi hadha al-vaqt. Ana mush belgilangan vaqtda kechsi olsun, kunduz olsun, bir soat turolmay qolgan kishi Arfat turish qo'ldan ketdi deymiz. Bu kishining qo'ldan ketdi. Faqad fatahul haj. Endi Arfat maydon turish qo'ldan ketgan ekan, haj qo'ldan ketdi deymiz. Qanday qiladi? Fayatufu va yas'a va yatahallalu min al-ihram. Lekin Ka'baga kirib, tavof qilib, sa'i qilib, cheshim tushitib ihramdan chiqadi. Yani umra qilib, ihramdan chiqadi demak. Yatahallalu bi umra deymiz. Ve yaqdil hajj ve hajni kelar yilida qazosini qiladi. Lekin bu kishiga bir qo'y qon qiladi. Lima rawayna yuqri hadisda fal yuhilla bi umratin wa alayhi al hajj min qabil degan. Qala wa'lam anna al ahadith kathiratun fi fadilati yawm Arafata wa ijabati ad-du'a fihi. Bilginki Arfat kunning fazilati haqida ve o kunda dualar icabat kılınğanlığı hakkında hadisler köp. Bu kunun fazileti hakkında hadisler az, ayetler köp. Mesela Arfat günü hakkında Allah Teala müşahit düşken: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum al-İslam dinen." Bugün sizlerge dininglarni tamam kıldım. Burun mesela namaz, roza, ve onun başka cihad ve zekat, muş ibadetler müsbattı. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haccetul Veda'ni qilgan chaqda Mekke ve Arfat meydanları hammasi shirkdan tazilinib, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musulmonlarga haj faoliyatini o'rgatgan. Hudu anni manasikakum o'rgatgan va oxirgi vasiyatlarini qilib o'tib, dinning butun ahkomlarini tamomlab o'tgan. Ve etmemtu aleykum ni'mati. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Yani şu haram diyorini kafirlardan tozalash, islom hokimiyatini tiklash va hojilarga mag'firat qilish qatorliq ne'matni tamomlagan. Va raditu lakum al-islam dinan. Yahudiylardan birisi kelib, Hazrat Umarga shunday degan: "Sizning Qur'oningizda bir oyat bor,
Eğer muş ayet biz Yahudilerge düşken bolsa, biz şu ayet düşken günni heyit bayram kılıp Qaysi ayet o desen, "El-yevme ekmeltu lekum dinakum." Muş ayetni okugan. Oğan diken Hazreti Ömer Yahudiga, "Men bu ayetning ne düşken, kaçan düşken, muş ayet düşken çağı Rasulullah ne tuğan hemen obdan bilmem." Bu cuma günde Arfat'ın Muzdalifa'nın meş temsil etken çağda gün patkan iken düşken. Sen bizge işi etmesen mi? Bizde zaten şu Arfat günü, cuma günü, Arfat kitse, heyt gününün kitse şu. Şu gün zaten heyt bu. Yolun bana cöhüttep, onu yolu sapır. Yani bu Yahudi bizge işi etmekçi. Hazreti Ömer'den deksini yolu sapır. Emniyette rast heyt endi. Mesela cuma günü bir heyt desek, kurban heyt günü bir heyt. Harpsıma heytten tayarladı. Şunda bir belgilep bolgan narsa. Yana vel fecr ve layalin ashr. Layalin ashrdan şida muşu Arfat günü ba. Aşu vezkurullaha fi eyyamin ma'lumat. Aş eyyamin ma'lumatdan şida muş Arfat günü ba. Yani aş 10 gün desek eyyamin ma'lumatna. Şu şida muşu Arfat günü ba. Yana ve şef' vel vetr. Diyen ayetden tefsirde İbn Abbas radıyallahu anh "Eş-şef'u yevmul adha." Şef' diyen kurbaniyet günü vel vetr Arfat günü diyen. Yani "Ve-s-semâi zâtul buruc vel yevmul mev'ud." Yevmul mev'ud ne? Tirmizideki ayet bir hadiste yevmul mev'ud yevmul kıyame. Meşhud olsa yevm Arafa, şahit yevmul cuma diyen. Yani şu ayetlerde Arfat gününün fazileti gelgen. Hadislerde o mesela şu yıl boyu kıygan ibadet nasılmış? 10 günde kıygan ibadette faziletli ibadet yok. Hatta cihat kıygan kişinin o fazileti 10 günde kıygan ibadet yetmeydi o. Fakat bir kişi cihat çıkar, özümü şehit olup, hemen üstü ayrılıp, öyge hiç mi kayıtmasa, onu tam buluşu mümkün. Diyendeki hadis var bu. Bu şu 10 günün içinde Arfat günü var. Bu Arfat günü faziletini gösterdi. Yani bir saymasının hadiste "Siyam yevm Arafa ehtesibu alallahi en yukeffira senetelleti qablahu ve senetelleti ba'dahu." Ben Arfat günde roz tutuşne ötken bir yıl ve keladigan bir yılın günahlarını mağfiret kılırsa dep oylayman degan. Arfat günde roz tutuş hacılarga sünnet emas, hacılardan başkalarga sünnet. Yani el-Hacc Arafa degan aşı hadismi Arfat gününki faziletini gösterdi. İbn Hibban rivayet kılgan bir hadiste "Ma min yevmin afdalu indallahi min yevm Arafa yenzilullahu ila semâ'id dunya feyubahi bi ehlil ardi ehles semâ feyekulu unzuru ila ibadihi şu'san gubra dahin câ'u min kulli feccin amîq yercûne rahmeti ve lem yerav azâbi felem yura yevmun ekseru itqan minen nâri min yevm Arafa." İbn Hibban rivayetinde müşahhadiste Allah Teala'nın nezirde Arfat gündünmü özel gün yok. Allah Teala şu güne dünyanın asmını uçudu. Şu aşu mübarek ziminde, aşu meydanda toplangan nurgun halayıklığını köstürüp perişlerge pehirlenidu. Köydüm ama bendirlerine bula şaşları çok avar halette, toptarat halette kilişti. Kurbanlık kılıştı. Oğlu nane aldın geldi. Jirak jayladın. Rahmetinni tilab, azabını ko'rmay turib, rahmetinni tilab keldi. Eğer azabını ko'rgan bo'lsa qanday qilibdi deydi. Yani farishtalarga shu maydondagini ko'rdim ma'lumna dunyoning har qaysi joylaridan keldi. Bunda to'xtarat holatda avrolab mening rahmetimni tilab turyapti. Farishtalarning niyati Adam alayhisalom yaratgan chog'da أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Biz şunda seni ulug'lab ibodat qilgan bo'lsak, qon to'kadiganmanda askakni yaratamlar degan. Shunga ko'dolma deb ko'rsatib qo'ydi. Alloh taolo o'zining hikmatidan ko'rsatib qo'ygan. Sevimsiz hadisda Hazreti Ayşe radıyallahu anha "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqullahu fihi 'abdan minan nar min yawm Arafa." Arfat günündekidek Allah Teala insanlığını dozaktan azat kılırsan gün yok. Ve innehu leyednu thumma yubahi bihimil melaikete. Allah Teala yıkılışıp feriştelerge aşu meydan tuğan kişilerin körsüp pahirlendi. Feyekulu ma arada haula.
Ferişlerden soraydı. Ma meydandaki toplanan halkın nima için kelgandi? Bu ibadet kılmaymışında eskilik kılgan halk tek bundan kılgan ekan, onda deb qo'ydi. Yana bunun fazilati shu kunda shayton achchig'ida chidayolmay, ayni qon qusadigan kun bu shayton. İmam Malik Muvatta rivoyat qilgan bir hadisda ma ru'iya shaytonu yawman wa fihi asghara wa la adhara wa la ahqara wa la aghyada minhu fi yawm Arafa. Arafat günüde şeytan ajında xar tuvan naite açıqlıqdan da körülüp bakmağan idi. Arafat günüde şunda gelir ahvalda buludu. Ve ma zaka illa lima ra'a min tenezzulur rahmeti. Bu nimeden ise şu günde şeytan Allah Teala'nın rahmetlerinin aşağı kelgen bendilerge yağdığılıqını körüp çiziyemaydı dedi. Ve tecavüzillahi anı dunubil azam. Her çoğun günahını Allah Teala ötürüp mağfiret kılıyordığını qarab çiziyemaydı. Yani Arafat günü dua icabet bulduğun gün. İmam Tirmizi Hasan da bir rivayet qilgan bir hadisda an Amr ibn Şuayb hayrud duai duau yevmi Arafa. Duanın en afzali Arafat günüdeki dua. Ve hayru ma qultu ana ven nebiyyuna min qabli la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumiitu ve huve hayyun la yemut biyedil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Men ve menden ilgirki peygamberler degan sözlerin en yaxşisi şu. Bundan ki Müslüman kişi muşunda bir sorunda, muşunda bir fırsatda başka işler bilen meşgul olmay, zikir, dua, istigfar, tahlil, tahmid ve tekbir muşularını tutturuş lazım. Elbette telbiyanı toxtatmaydı. Arlap telbiyat olaydı. Tesbih, tekbir, tahlil, dua muşunu Allah'ın ötküzden gibi. فَيَنْبَغِي أَنْ تَجْتَهِدَ ف۪يهِ بِالدُّعَى. Şuna sen duada kattık Hristiyanlık göstersin lazım. وَتَدْعُوَ بِكُلِّ دُعَاءٍ تَحْفَظُ. Sen bildiğin ya da bildiğin duanın hemini kılıp almışsın sorun. وَاِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْحِفْظِ. Eğer yazılamayan bolsan فَقْرَ الْمَكْتُوب. Her kitaplarda yazılan ma'thur duanı, yaxşı mezbuluk duanı okuyun dedi. Yani dua kılışında bir fırsatta tileşini biliş lazım. Nemin tileyimiz, kanda tileyimiz bunu biliş lazım. O Arafat bilişte ilgiri aşında tileşini bilip, bunda nemi kumuğa adam ayrıvağın çağda nemiş kılışını bilmey, kanda tilesini bilmey, oturup kaldan gibi. Dağınken duanı o faydasıyla kılışını üyünüş lazım. Yaxşı mezbuluk duanı yadlıvası buldu. Eğer yanında kitabı yok, dua kılışını bilmeydiğin bir adam bulup kalsa, kanda kılıdı. Ehlilimden birasini, ya ki duanı yad bulduğun kişinin birasini dıkınır kirvelip, aşın kaçta, dua kılsa, amin, amin de pasın buldu. Ama bunda dua kılışıyla, Allah Teala'ya yelinişiyle, Allah Teala'nın huzurdaki bütün rahmet ve mağfiret telpinişiyle meşgul olmay, o yada telpinin oturup kaçılı asan buldu da, resimga tatuat kaldı. Maaşıyla meşgul olsa, bu adam nurgun yaşlılıktan mahrum kılır. Hazır bulavat kaçışıyor. Ya ki bazıda çedirini tapanmay, namaşyan geçe şu yolunu ötküzüp buladım. Ondan aşında bir ahval bulup kalsa, bir yerde oturup lan, şu vakt ötsü bulduğun üzere. Nerede oturup sahip yapıp otursa, şu duanı kılıp, tilikini kılıp alsa, maksat ucuz çıkalım. Onunla başka kişilerden şugullansa, bu ahmakanlık kılır. Çünkü bu meydan, kıyametteki mahşergahının bir kiçikilmesi. Peki bu dünyada mı? Bunda karasak anda dünyada mı? Şunda nurgun halar yığılgan onda meydan yok. Belki ma tabliğ cemaatinin Pakistan'daki Rayvan'da mesela 2 milyon adam yığılışı mümkün. Ama onun başka 2 milyon, 3 milyon adam bir meydanından toplaşılgan onda bir sorun yok. Dağılırken bu adamın cıkışıkı, uyarı kâg adamın hemisininki bir xil kiyim bilen. Mesela birer devletin padişahı kaptasın mı? Şu buzula okşaş, farkı yok. Onun şeyde oturup çaşları çok biçaralarla dua kıldı. Bizim şunda hiç kanda farkı yok. Kartallık olsun, aktallık olsun hemimiz okşaş. Bütün dünya işlerine taşlar kâgen. Bunun başka Allah Teala'nın mağfiretini taşıp başka hiç kanda meşgulat yok. Dünyanın bütünlüğü taşlı halette, bunda bir keyfiyatta
Bütün vücudida Allah Teala intilgan, yelingan holatda tilab turayotgan mushunda bir kayfiyatim. Dua qilgan chaqda shu duoni dilidan, ichidan chiqarib, bütün vücudu bilan munda qilish lozim. Dua qilgan biz Uyg'urlar ko'zimizga yosh keldi dua qilamiz. Boshqalar unda yig'lab ketmasligi mumkin. Endi yig'layolmaydigan odamlar bor. Dua qilish yig'layolmaydigan odamlar qolsa, yig'lashga tirish lozim. Shu kuchab, ko'ziga yosh kelib turadi. Chunki bu bir fursat endi. Shu fursatda agar shunda bir ish halolab qolsa, bu nurg'un gunohlar mag'firat qilinadigan bir payt bo'lgan ekan. Bu yerda shu yig'layolmasimi kuchab yig'lab, al-isbaghu fa illam tabku fatabaku. Yoki yig'laganlarni do'rash lozim o'sha. Shu yig'laganlar, ko'ziga yosh kelganlar qatorida mag'firat qilinib ketsa bo'lmas. Humul qawmu la yashqa jalisun deyildi. Endi hadisda xayrud du'a yawm arafat deydi. Du'a yawm arafat bu hadisda men va menda ilgari payg'ambarlar degan duoning eng yaxshisi la ilaha illalloh. Bu ashi zikr emas. Bunda qarasang duo emas, shu duo emas. Buni ba'zi ulamolar menda ta'rif qildi. Bu lafzi duo shaklida bo'lmasmi? Tavhid va Alloh taolo kamal qudrati va Alloh taologa hamd sana madhiya bo'lganlikning o'zi shu duo. Duoda cho'qim sen biyosda mani baslar, mani ato qilsa deb so'rashing kerak emas. Birisidan qarshi kelib o'zlari bak sexadam kishilarga yaxshilik qilasizlar deb bunday desa bir narsa baslar degan mazmun chiqadi. Yaxshilik qilsizlar degan gap chiqadi. Mushum o bir xil duo bo'ladi deb bilaman. Yoki duo qilishdan ilgari sen mushunda hamd sana o'z loyiqida Alloh taoloning ulug'laydigan madhiya o'qishing lozim deydi. Namozdan keyin duo qilsa bo'lmaydi deydi. Qo'lga ta'sir olmaydigan boshqa gap. Biz namozdan keyin duo qilish yo'q. Lekin Allohumma la mani' lima a'tayta va la mu'tiya lima mana'at. Sen berganni boshqa to'sanmaydi. Ha? Sen berganni boshqa berolmaydi. Bergin degan gap shu. Shu duo. Bergin degan. Shuni tamoq yegandan duo qilsa bo'lmaydi. Nima qilamiz? Hamd aytsa. Hamd shu, hamdulillah, hamd sana bo'lsin. Yani birala degan gap shu. Yani birala degan gap. Ma masalan. قال ويستحب أن يقرأ عقيب صلاته الفاتحة والإخلاص 10 مرات. namozdan keyin Fatiha va Ixlosni 10 qatim o'qish mustahab. Asr Ixlosni o'qish bor, lekin Fatihani yoki 10 qatim yengil bo'lmasi mumkin. Va yaqul duo qilishni boshlagan chog'da unda deydi: La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumiitu va huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khayr va huwa ala kulli shay'in qadir. İmam Malik Tirmizi ve İmam Ahmed rivayet kılgan hadis bu şey. Afdalu ma qultu ana ve nebiyyuna min qabli la ilahe illallah diyen. Ondan keyin subhanallah velhamdülillah. Ondan keyin tasbih, tekbir, tahlil, talbiye, zikr hammani qiladi. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya rafi'ad derece derece mertebelerini ko'taruvchi, ya munazzilal barakat, bereketlarni tushiruvchi, ya fatiral aradina was samavat, yatqat osmon zaminlarni yo'qdan barqig'uvchi, dajjat lakal aswatu bi sunufil lughat, turli tillarda ovozlar vaqirishib, to'qirishib ketdi. Sendan duo talab qilib dedi. Tas'alukal hajat, hojatini tilab. وحاجتي أن ترحمني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا. من غايتم بوسا دنيا أهل من أنتم قالان چغدا usxallar chirkidgan shu dunyoda menga rahmat qilgan bo'lsalar, men aytdim shu. As'aluka an tuwaffiqani lima iftaradta alay. Men farz qilgan haj ibodatini joyida kama yanbaghi ado qilishga muvaffaq qilishlarini tilayman. Va tu'inani ala ta'atik. Meni o'zlik itoat qilishga yordam berishlarini tilayman. Va adai haqqik. Haqlarni ado qilishga yordam berishlarini tilayman. Va qada'al manasik allati araytaha Ibrohim khalilak. O'zlarining khalili İbrahim alayhisalomga ko'rsatib qo'ygan haj faoliyatlarini tamomlashimga yordam berishlarini so'rayman. Va dalalta alayha Muhammadan habibak. O'zlarining
Habiblari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ko'rsatib qo'ygan o'sha haj faoliyatlarini tamomlashimga yordam berishlarini so'rayman. Allohumma, ey Alloh, likulli mutadarri'in ilayka ijaba. O'zlariga yelinib turib kelgan har qanday bir bandiga qarta bir ijobat qilishlari bor. Va likulli mustakinin ladayka ra'fa. Mustakin desakmi to'g'ri? Istakana degan bo'ysunda xar bo'ldi degan ma'noda. Kama va hanu va mastakanu shunaqa. O'zining huzurida o'zini xar tutib bechora holatda turgan har qanday bir bandalarga fazl marhamat qilishlari bor. Rahmat qilishlari bor. Va qad jibtuka mutadarri'an ilayk. Mana men huzurlarga yelingan holatda kelibman. Mustakinan ladayk. O'zlarining huzurlarida bechora holatda bo'ysunib turibman. Faqdi hajati. Shunga hajatımni ravo qilg'ayla. Vaghfir zunubi. Gunohlarimni mag'firat qilg'ayla. Va la taj'alni min akhyabi wafdik. Meni o'zlarining huzuriga kelgan bandalarning eng umidsizdan qilmag'ayla. Quruqqa yutmag'ayla. Va qad qulta o'zlari shunda dedilar. Va innaka la tuxliful mi'ad. Sizlar hargizmi va'dalarni buzmaylar. Ud'uni astajib lakum. Mana duo qilinglar, ijobat qilaman degandilar. Va qad da'awtuka. Mana men o'zlariga duo qilib turibman. Mutadarri'an sa'ila. Yelinib turib, tilab turibman. Fa'ajib du'ai. Shunga duoimni ijobat qilg'aylar va a'tiqni minan nar. Meni do'zaxdan azod qilg'aylar. Va li validayya. Ata-onamga mag'firat qilib, ularni do'zaxdan azod qilg'aylar. Va li jami'al mu'minina wal mu'minat. Jami' mu'min va mu'minalarga mag'firat qilg'aylar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Deb munda duo qildi. Amin ya robbil alamin. Akhyab xayba deymiz-ku, umidsiz, quruq qaytganlardan deymiz. Eng quruq holatda qaytganlardan qilmaslar. Umidsiz holatda qaytganlardan qilmaslar. Qala fa idza gharabat ash-shamsu afada ma'al imami ila al-Muzdalifa. Kun patgandan keyin imom deganimiz xalifatul muslimin yoki xalifa o'rlashtirgan amir umara ayni qo'mondonlar. Shu bilan birga Muzdalifaga qaytdi. Liqawlihi alayhi salatu vassalam inna ahla ash-shirki kanu yadfa'una min Arafata idza sarat ash-shamsu ala ru'us al-jibal. Mushriklar jahiliyat vaqtida Arbatdan kun tog'ning ustida, kun xil egiz chog'da namoshani qili vaqt bachaq bilan qaytishga boshlaydi. Tog'ning ustida xuddi ishlarning boshiga salladek turgan vaqtida patay degan vaqtdan qaytibdi dedi. Va ana adfa ba'da g'urub ash-shams mukhalafatan lahum. Mana men ularga zid ish qilish uchun kun patgandan keyin qaytaman degan sallallohu alayhi vasallam. Muzdalifa biz Makkadan chiqsak Minadan keyin Muzdalifa, undan keyin Arfat. Mina bilan Arfatning oraliqdagi joyning ismi. Nima uchun Muzdalifa deb atalgan desa, chunki kishilar to'planib bir-biriga yaqin turgan bo'lganligi uchun deyilgan. Odam bilan Havonimiz Arfat tanishgandan keyin Muzdalifada yaqinlashgan degan mazmun bor. Yoki zulafan min al-layl degan kechining bir qismi degandan olsa, kechida kishilar shu joyga kelgan bo'lg'achqa iztalafa deb keyin izdalafa deb dalg'ir o'zgarib ketgan. Muzdalifaning ismi, yani bir ismi jama' deb ataymiz. Hadislar keldi bi jam'an deb. Nima uchun jama' deb atalgan? Chunki shu joyda kishilar to'plangan bo'lganligi uchun yoki namoz bilan Qur'onni jamlab o'qidigan bo'lganligi uchun. Mash'arul harom deb ataldi. Mash'arul harom. Shu Muzdalifada Quzah degan bir tog' bor. Hojilar shu joyda turib, hech kuni degan bombatdan keyin Mina yurishdan burun shu joyda duo qildi. Burun shu Quzah degan tog'ning ustiga o't qalab yuritdi. Yoki cho'ng shamni o'tib qo'ydi. Xalifa Harun Rashidning zamonida. Ya'ni shu nimada Arfatdan Mina ketayotgan chog'da sol tarafda Sabir degan bir tog' bor. Hazrat Aisha shu tog'ning ichida istiqomat qilib o'tirgan keyingi chog'larda.
müşrikilmo mensimrin aşriq tabir deb başında şu tağının yürüyüşünü saklap turibdi. Ve yemşi ala hinati ellezî yemşuna alal ardi havna. Aldırma salmaq bilan mangdı. Çünkü adamcı qo'ygan ekan, aldırab mangman desa boshqalar azorib qoldi holba. Kada fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi zalikal yawm. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kunda Muzdalifaga mangan chaqda shunda qilgan, aldırma mangan. Lekin shunda bo'shliq azochilik bo'lib qolsa, sal tezroq mangan. Kan yemshi al-anaq idza wajada fajwa nassa. Aldırma mangdi. Bikaya olib qolsa, sal tezroq mangdi. Wa qala ya ayyuhan nas, ey xaloyiq, alaykum bis-sakina. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin tabidan tugini qamchilagan cho'damda o'qmasdan, shunda aydashga chaqirayotgan qattiq vaqirayotgan ovozini olgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey xaloyiq, temkin bo'linglar, o'zinglarni tutinglar. Oyog'ida muhaddisning oyog'iga Buxoriyning rivoyati fa innal birra laysa bi'ida' bi'ada en yaxshi ishni qilaman desanglar, uni tiz choptirish bilan bu yaxshi ish chiqmaydi. En yaxshi shaklda qilgan bo'lmaysizlar. Wa yustahabbu an yaqula inda ghurubiha qabla al-idafa qabla al-ifada. Shunami? Ifada. Kun patgandan keyin Muzdalifaga qaytishdan burun bunda duo qilsa yaxshi. Allohumma la taj'alhu akhir al-ahd bi hadha al-mawqif. Ya Allah, bundaq bir muborak joyda turishini oxir qatim qilib qo'ymaslar. Bundan keyin yana kelishni istasizlar. Warzuqnihi ma abqaytani. Ma hayotdan bo'lganman kelishga nasib qilsizlar. Waj'al al-yawma muflihan meni bugun mishadlar nijallikka erishganlardan qilasizlar. Marhuma rahmat qilinganlardan qilasizlar. Mustajaban du'ai duoim ijobat bo'lib ketganlardan qilasizlar. Maghfuran zunubi gunohlarim mag'firat qilinib ketgan bandalardan qilasizlar. Ya arhamar rohimin amin. Va yanbaghi an yadfa'a ma'al imam. Imom bilan billa Muzdalifaga manishi lozim. Asli qoida shu. Daf' degan so'zni ishlatdi. Ad-daf' an Arafat, ya'ni Arafatdan qo'zg'alishning boshlanishi. Qo'zg'aludi degan ma'noda. Daf' degan ittirdi degan ma'noda. Bu yerda yasir, yabda'ul as-sayr degan ma'noda. Lekin daf' deganni ishlatishda ko'pincha uloqqa minib, uloqni dirtadigan bo'lsa, qo'zg'aladigan chog'da yoki uloqni manishga turgan bo'lsa, daf' degan so'z endi keladi. Kitoblar hajda ko'proq ishlatiladi. Boshqa yerda yasir, yamshi degan gapni ishlatish mumkin. Endi odat bo'lib keladi. Wala yataqaddama alayh. Uning oldiga o'twas bo'lmaydi. İlla idza ta'akhkhara al-imam an ghurub ash-shams. Faqat imam ma'lum sabablar tufaylidan kun patgandan keyin sal kechikib ma'dan bo'lib qolsa, masalan, ro'za tutgan bo'lsa, iftor qilib o'tmasa, Hazrat Aisha radhiyallohu anha ro'za tutib iftor qilib tutmangan. Fayadfa'u an-nasu qablahu lidukhul al-vaqt. Imam kechikib qolsa, qaytish vaqti kelgan bo'lg'achqa kishilar menivas bo'ldi. Walau makata ba'da al-ghurubi kun patgandan keyin bir muddat asha tutish uchun va ifadat al-imami va imom mangandan keyin kun patgandan keyin sal kechikib qolsa, u yerda qalilan xavf az-zahmat ijaza. Bak biz ulab ketgan sal silikkan chog'da mangayli deb sal kechikib mansa, imomdan kechikib qolsa va kun patgandan keyin sal kechiksa jaza, mayli bo'pti. Hakada fa'alat Aisha radhiyallohu anha. Hazrat Aisha radhiyallohu anha Rustam bo'g'achida iftor qilib birdandan keyin andin mangan. Wa yanbaghi an yukthira min al-istighfar. Shu chaqda istig'for va duoni ko'p qilish lozim. Qala ta'ala thumma afidu min haythu afada an-nas. Andin butun xaloyiqlar qaytgan joydan qaytinglar. Vastaghfirullah. Allah Ta'ala'nı mağfiret qilinglar. Innalloha g'afurur rahim. Ana shu oyatda diqqat qilsanglar, "Summa afidu min haythu afada an-nas." Boshqa xaloyiqlar qaytgan joydan qaytinglar. Ash bag'an joyda turgan joyda turib, uni qaytinglar degini Qurayshlarga xitob qilsa, Qurayshlar biz ahlul haram, biz hummus, biz haram hisobda hujumsak bo'lgan kishilar deb Muzdalifaga kelgan to'xtab shu turibdi. Arbat tutmaydi. Başka bütün halayiqlar, Qurayshdan boshqalar Arfatda turibdi. Shu bu Qurayshga xitob sizlar
Aç başkalar qanday turib şu yerden qaytsa, şunu şu yerga görüp qaytыңlar deyman. Yoki annas degandan maqsad İbrahim alayhissalom bo'lishi mumkin, yoki Adam alayhissalom bo'lishi mumkin, yoki hammasi maqsad qilindi desak, İbrahim alayhissalom tug'andek, Adam alayhissalom tug'andek va butun xalq tug'andek sizni ashari berib turib qaytisizlar deyman. Afada degan so'zni diqqat qiling, afidu degan asli bu suvni bunda quygan, ko'tkandek nima. Xuddi unda tasavvur qilsanglar, bir suv to'smasi bo'lsa, şunun neçe ig'izi bo'lsa, hozir masalan 5 yo'l bor. Minaga mangdigan parallel 5 yo'l bor. Shu 5 yo'ldan shu mashinaning kelgan g'urramlar shu to'saqni shunda ko'tarib atsa, suv quyilgandek yoki shu to'smasdan 5 daryoga suv quyayotgandeklar quyilgan bo'lsa, afidu degan so'zni ishlatgan. Asli qaytishga manda, qaytsang bo'ldi degan gap. Lekin bu suvdek quyilgan degan. Sho'r odamlar quyilgan. Najib insanlar toplashib biraqlanmagan bo'lsa, afidu min haythu afadan nas degan. Vestagfirullah. Alloh taoladan mag'firat tilaydilar. Chunki mush o'rin mag'firat tilaydigan va duo ijobat bo'lgan, rahmat yog'adigan o'rin. Ama cahiliyetdek arpa qilmaylar, nima turolmanglar. Yoki Qurayshlar xitob desak, cahiliyatda qilgan qilmishlaringlardan istig'for aytinglar deganman. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.